Eko muolajasida asosan 3 ta gruppa preparatlar ishlatiladi. Birinchi gruppaga tuxumdonni stimulyatsiyasi, ya'ni tuxum hujayralarni yetiltirish uchun FSG tarkibli preparat ishlatiladi. Ikkinchi gruppa preparatimiz yetilayotgan tuxum hujayralarini ilgari, ya'ni bizning tuxum hujayralarni terib olishimizdan oldin yorilib ketishini oldini oladigan antagonist deb aytamiz, shunaqa preparatlar qo'shiladi. Va uchinchi gruppamiz bu yetilib kelgan tuxum hujayralarni pishirishi uchun, ichidan tuxum hujayralari yaxshilab pishib chiqishi uchun ishlatiladigan trigger ukol hisoblanadi. Mana shu har bitta ukolni o'z vaqtida qilish va dozasini to'g'ri qilish bizani ekoni samaradorligini oshiradi. Nimaga bu narsaga to'xtalib o'taman? Yaqinda bitta bemorimizda ketma-ketligini, buzilganligi hisobiga bemorimiz adashgan holda oxirida qilinadigan ukolni o'rtada qilib yuborganligini ko'rdik. Bunday holatlarda dozani noto'g'ri qilinganligi yoki ketma-ketligini buzilganligi natijasida biza yetilgan tuxum hujayra olish ehtimolimiz pasayadi va ekoni samaradorligi tushib ketadi. Shu sababdan har bir kelgan bemorda, eko bemorda biza qo'liga retsept beramiz va o'sha dorini ismini albatta qo'liga olgandan keyin, aptekadan olgandan keyin albatta solishtirib ko'rish kerak. Biza yozgan dorimi yo'qmi? Chunki bir xil holatlarda adashib ketganligi hisobiga bu eko protsedurani to'xtatishga ham olib kelishi mumkin.